Hayratda qolaman. Uniyam riya qarab hayratda qolaman. Umuman hozirgilar aql ishlamaydi-da unga. Endi odam ata bilan momo jannatda qancha yashagan, yerga qancha yashagan optim olsak, shular hammasini olsak, shularni yoshini qo'yib chiqsa agar hozirgi vaqtga to'g'ri keladi. Bularni nasli keladi, ketadi, keladi, tug'iladi, har xil yoshda keladi, tug'iladi, ketadi, keladi, tug'iladi, ketadi, tuxumga Alloh qo'shadi. Tasavvur qilyapsizlarmi? Hozir biz yomonlik qilib yuramiz, biz tuproqqa qo'shilamiz biz orasiga. Qurtlar, tumur chumchuqlar kirib, bizning ichimizga kirib tuproq qilib, Alloh xohlagan shu. Bizni uy qo'yib kemirib, bizdan rohat qilib yashaydi. Bizdan tanamizdan. İlon, chayon deysanmi, nima balolar bo'lsa, yerga sig'mas ekan. Odam naslini agar hammasini qaytib tiriltirsa, hozir senlar ishonmaysan-da unga. O'sha odam naslini hozir yerga qaytib tiriltirsa Alloh, maxluqlarni ham tiriltirsa agar, yerni 3 qismi to'lar ekan. 3,5 qismi to'lar ekan. Shu yer suv okean, dengiz, tog'lar, umuman nimaki bo'lsa, ana shu yerda to'lar ekan. Yoki inson yashayotgan joyda to'lar ekan. Endi boshqa mintaqalarga joy qolmas ekan-da. Agar tiriltirib shunday qo'ysa, shu tuproq qolgan odam chiqargan, tuproq qolgan odam chiqargan. Yer ham qolmas ekan. Mana shuni o'ylab ko'rdi sanlar. Misol odamlarning bo'yi necha metr bo'lgan? 30 metr bo'lgan. O'sha zamondagi odamlar shunday qo'ysa agar 30 metr joyni egallaydi. Agar chiritmasa edi. Biron joy qolmas ekan va yer yuzi badbo'ylik bosar ekan. Yerni umri tugagan bo'lar ekanda. Umuman bunda havo ham olmagan bo'lar ekan. Hamma yo'q bo'lib ketar ekan o'zi, avtomatik yo'qotib qo'ygan. Alloh unday qilmadi. Agar odam o'lsa, buni ko'ma olmay qolgan paytda Alloh shamolga buyuradi. Urush janglar bo'lgan 45-yillarda odamlar qolib ketgan ko'milmay. Alloh shamolga buyurib, shamol insonlarni ko'mgan tuproqlar orasiga. Shu bilan shirirgan. Va yer uning o'sha badbo'y hidini yo'qotib, yer o'ziga yutgan, uni suyagiga qo'ygan, mayda-mayda qilgan va joni chiqqan tanadan. Shu narsani qaytaraman deydi Alloh. Inson aqliga qarab chiqsa hozir zamonga men ko'p o'ylab qolaman-da. Alloh tirildiraganda. Butun insonni bu yerda emas, yerga emas, yerni ko'targan mashargohga. Mashargohga ana shu okean, pokean deysan, nima bo'la bo'lsa, mashargohda bir piyolachada ko'rinar ekanda, undan ham mayda ko'rinar ekan yerda. Shundan insonlar chiqib mashargohda tirilar ekan, o'sha chiqib kelar ekan va bu borliq tuproqqa aylanib qolganda inson tanasi qaytganda mashargohda inson qo'rqar ekan. O'rga yozilgan so'roq, sud, tamom, sud boshlandi, tirildi. Men tirildim degan inson. O'lmaysan derkan endi. Men Qur'onni sanlarga berdim degan, o'ldirmayman derkan. Endi degan sud qilgan amaling uchun javob berasan derkan. O'zing hozir o'ynab kulib yuribsan-ku. Nima uchun bizlar tug'ildik, nima uchun yashayapmiz degan savolga hayratda qoladigan javobni ko'rish mumkin.